ayolni bosh oshpaz qilgani uchun bo'lyapti. Shuning uchun ham qirolicha musobaqa o'tkazishni ma'qul deb topdilar. Men ularning niyatlarini tushunaman, ammo musobaqa natijasini kutishga bizda vaqt bormikin? Agarda o'sha cho'ri qiz g'alaba qozonsa ham, uni bosh oshpaz bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ayol kishi bunga loyiq emas. Siz hali ham o'sha uzoqni ko'ra olmaysiz. Zot oliylari bunga yo'l qo'ymaydi. Xo'sh, shunda nima qila olamiz? Oy, yo, tavba, afsusdaman. Qo'llarim shu kunlarda o'zimga bo'ysunmay qoldi-da. Mayli, hijolat tortmang. Hammasi joyida. Qani gapiring. Biz bilan fikringizni bo'lishing. Menmi? Voy, qornim. Hojatga borishim kerak. Qornim burilib qoldi. Hojatxonangiz qayerda edi? Hazrat, ahvolingiz joyidami? Yo'q, o'zimda emasman. Hojatga tezda borishim kerak. Qani kela qoling. O'zim sizni kuzatib qo'yaman. Mayli, ehtiyot bo'ling. Yaxshi, ushlamang meni. Ehtiyot bo'ling. Ozgina sabr, ushlab turing. Oshpaz Myung, tayyorlayotganingiz Yumdo emasmi? Siz qishloqda Vyangonda yapon oshxonasida ishlaganmisiz? Bilishingiz kerakki, baliqni ehtiyotkorlik bilan tozalash kerak. U undiga chiqib ketadi bunaqada. Siz hozir men haqimda qayg'uradigan ahvolda emassiz. Ko'rib turibman, siz yon patang tayyorlayapsiz. Tofuni qancha vaqt pishirishga e'tiborliroq bo'ling. Shu fursatdan foydalanib, yon patangni qanday tayyorlanishini sizga o'rgatib qo'yaman, yaxshi. Xotirjam bo'l, Yonjiyon. Buni uddalaysan. Qani bismillah. Arvoh oshpaz xamir tayyorlayaptimi? Nima u lag'mon tayyorlayaptimi? Juda oddiy taom emasmi bu? G'alati. U sabzavotlarni qaynatyaptimi? Bunaqa qilishganini umrimda ko'rmagandim. Birinchi kichik malika. Hatto ismaloqni ham bilmaysizmi? U ishlarni qilmagansiz-da. Shunda bu ismaloq deb ataladimi? Menimcha uni quritish kerak edi. Endi u boshqa narsa bilan ezg'ilayaptimi? U juda qo'rqmas yoki juda jinni. Bugun arvoh qiz bitta qo'lini yo'qotadi shekilli. Tez orada baqirishni boshlaydi. Jim bo'lasizlarmi yo'qmi? Xo'p, zot oliylari. U nima pishirayotgan ekan? Arvoh boshqa oshpazlarga qaraganda ancha bilimi past ko'rinadi. Oshpaz Ming esa ancha yaxshi taom tayyorlayapti. Ziyofatda shu taomni maqtagandingiz. Oshpaz Yom esa o'zining eng mashhur yompon tangini tayyorlayapti. Tomosha qilib qornim ochib qoldi. Yomandu va yonpotang. Rosa tatib ko'rgim kelyapti.